oldingiz? Oxirgi martami? Albatta, kursdoshimdan 8-marta. Mana o'sha siz birga Abbos. Mana o'sha Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Salomatmisiz, Sharqim? Assalomu Siz alaykum. ismingizni bilar ekanlar, meni Farida dedilar yana. Yangilik emas-ku, yangilik. Yangilik emas. Iqtisodiyot o'qiysizmi siz ham? Ha. Kayfiyat zo'rmi? Zo'r. Nima boshingizni qotiryapti? Hamma gap yolg'on. Oy, nimaga? Yaxshi-ku. Shunaqa Qilaveradilar. Erga beraylik buni Farina. Ishlarga bo'lsalar. Bilmasam endi. Yo'q. Ana kana uydagilar bilan gaplashdim. Berib boraylik, nima kerak? Farina misol uchun tasavvur qiling. Siz shunaqa qizingiz bor, ish qilishni bilmaydi. Bilasizmi? Qanday orzulari bor? Qanday? Sayohat qilishlari kerak, o'qishlari Turmush uchun sayohat kerak, qilaveradi. o'zlarini rivojlantirishlari kerak, karyera qurishlari kerak. Maqsadlari juda ham katta. To'g'rimi? Albatta, Maqsad bo'lmasam. katta, bu dadalar, qizlar sizlarga savolda mana. Katta orzu qilasizlar mana sizlar. Bu dadalar yerdan sota olmaydi pulni. Albatta, Terma olmaydi. bo'lmasam-chi. O'zimiz mehnat qilamiz deyaptilar. Da. Shuncha nima uchun o'qiyapman? Shuncha harakat. Kontraktmi hozir? Albatta. Kontrakt. Abituriyentlikda yana 2 yil o'qigansiz kamida. Lekin shuni oqlaydilar. Eshitib turing. Hammasini pulini bitta qilganda zo'r sep qilib sizni shunday chiqarib olsa yaxshi edi-yu. Yo'q, hali kelajagim To'g'ri turibdi. Telefon qildirdingizmi dadalarga? Yo'qda endi-da. Oling telefoningizni. Mayli. To'xtayram deyroq turing. Bilasizmi? Buyruq bilan gapiradilar. Oling telefoningizni, qo'ng'iroq qiling, sal chiroyliroq gapiring, madaniyatli bo'ling. Qo'ng'iroq qila olasizmi deng. Pishab turing. Qo'ng'iroq qilishni xohlaydilarmi? Iltimos telefon qiling deyman. O'zi ko'tarsinlar-chi. Endi Farina ko'ryapsiz, uydagilarga ham kerak qolmabdi, ko'tarishmayapti uydagilar. Ishda bo'ladilar. Yurmashingiz kerak, yo'q. Onam o'qituvchi. Maktabda. Demak, maktabda sizga baho olmagan. Yo'q, nimaga? O'zim bilaman bo'lgan. Ha, shuni aytyapman-da endi ustozni qizi endi. 6 metrga bitirganman, nima deyapsiz? Azizlar, ko'ryapsizlarmi? Avval shu yerda ham poyezim bo'lishini xohladida. Hali sizni do'st bildim, xom sut emgan bandayim. Nima dedi? Mayli, qani oynajax orqali hozir siz bilan gaplashamiz. Butun dunyodagi borlig'im qisqa qilib aytganda bu meni onam. Har doim, har qanaqa vaziyatda doim qo'llab-quvvatlaydilar. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. 4 ta juda yaxshi ko'rar ekanlar, qarang. Da, 4 tadan ham ko'p. 4 tadan ham ko'p. Albatta shu darajaga yetishga Tasavvur onam qiling, shunaqa hislar berilsa-da, ya'ni onangizdan qaysidir xarakterlarni o'ziga olish imkoniyati bo'lsa, qaysi hislatlarni olasiz o'zingiz? samimiylik, mehribonlik, mehnatsevarlik hammasini. Onamda yomon hislat yo'q. Demak, 3 ta narsa sizda yo'q umuman, to'g'rimi? Bor, albatta bor. Onam yo'q, ko'p. Farina, shu qiz bilan birga xayrlashib olsak. Ko'rsatuvimizda eng omadli insonlar biz bilan birga ko'rsatuvimizda xayrlashadi-da. Da, kecha ko'rgandim. Ha, ha. Ha, dada. Ha, ha. Ya, dadalarning sizlar Yo'q, dada. ha, ha.